Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Men navbatdagi darvozamiz Samarqand Fason darvozamiz. Darvoza tayyor holatga keldi. Mana yangi hozirgi kraskalarni sepib ko'chaga olib chiqib darvozadagi obzor qilamiz. Darvozamizning ikki yoni tevalari 10 ga 5 profil 2x tenkada, taglari 10 shivillarda bo'ldi. Profillari ichida qovurg'alari qalin 1.7 tenkada qo'yganmiz. Listlari 1.8 qalin filisovoy listda, ikki qavat shumkali variantda yasalgan darvozamiz. Darvozamiz chiroyli chiqqan bo'lsa, bir like bosib, podpiska bosib, o'z fikrlaringizni bildirasizlar. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustunib ketib beramiz. Buni 100% shumkali variantini 1.250 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustunib ketib beramiz. Ranglari xohlagan o'zingizning rangingizda bo'ladi. Xohlasangiz bir qavatli, xohlasangiz ikki qavatli qilib beramiz, xudo xolasa. Orqa tomonlari ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana orqa tomondan tekis holatda chiqqan. Asmalichkalari ham, xudo xolasa gullari ham o'ziga juda yarashgan, chiroyli однотонный rangda. Chiroyli qilib qilingan, xudo xolasa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Ichkarida ham mana qilinayotgan ishlarimizdan darvozalarimiz mana bitta bo'layapti, xudo xolasa. Qanaqa gapirishlardan xudo xolasa yaqinlashib bo'layapti. Mana darvozamiz bu Toshkent Bektemirga, xudo xolasa darvozamizdan o'zi 90% cho'rnov holatlari tayyor bo'lib qoldi. Bu materiallar qalin, bu ham ikki qavat, buni shumkali variantda yasalgan. Bu ham xudo xolasa juda go'zal darvozamiz chiqadi. Bu o'zi Taras Fason darvozamiz. Bu ham xudo xolasa kraska jarayonida. Hozir mana shtabotli darvozamiz mana chiqadi, mana kalitchalar ham, badnalichkalar ham xudo xolasa tayyorlanyapti. Bu materiallar hammasi qalin materiallarda ishlanyapti. Bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa dastlabki ustunlikamiz mutlaqo bepul.